Nima qanaqa talab qilishim kerak sizlardan? Nima kameralar bilan kirib kelishim kerakmi mana shu yergacha endi? Hozir xuddi shu ko'rayotgan vaziyatinglarni kepka syomka qilyapti. Okalar, mana shuni qatida kamera ko'ryapsizlar menga aytinglar. Ko'rayotganingizda любой kepkalarga kamera o'rnatib beramiz. Ko'yniga, barsetkiga, undan tashqari har xil narsalarga, suvenirlarga bitta kichkina kamera o'rnatib beramiz. Uni hech kim topa olmaydi. Undan tashqari mashinalarga hamma turdagi mashinaga o'rnatib beramiz. Uy jihozlariga hammasiga o'rnatib beramiz. Kimga qanaqa suvenir qiziq bo'lsa, daji kerak bo'lsa qo'l soatda ham kameralarimiz bor. Undan tashqari ruchkali kameralarimiz bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa bizga murojaat qilib, yashil kameraga murojaat qilsanglar, hammasini biz qilib beramiz. Dastavka xizmatini yo'lga qo'yganmiz, dastavka qilib beramiz. Okalar, ko'rayotganingizda dezodorantimizga kamera o'rnatib berganmiz. GPS proslushkamiz ham bor. Okalar, buni ustanovka qilasiz, hech kim kamera qayerda borligini topa olmaydi dash. Biz sizlarga undan tashqari bittali rozetka, ikkitali rozetkalangan kamera qo'yib beramiz. Buni qo'yasizlar, bo'ldi, tamom. Ishlatib yurasizlar, hech kim bilmaydi kamerasi borligini. Xohlasanglar, mana shu ko'rib turgan hamma suvenirlarga kamera qo'yib beramiz. Xohlaganinglar kelib tanlaysizlar, ichiga polniy kamera qo'yib beramiz. Muhammad aka, dash televizorga kamera o'rnatib berasizlarmi? Televizorga ham o'rnatib beramiz, xohlasangiz kondisionerga ham o'rnatib beramiz, aka. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, yashil kameraga murojaat qilinglar, sizlarga hamma narsa o'rnatib beramiz kamera.